Navoiydagi savdo majmuasida yong'in sodir bo'ldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Navoiy viloyatining Karmana tumanidagi savdo majmuasida 6-may kuni yong'in sodir bo'ldi. Holat aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Favqulodda vaziyatlar matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Arg'un mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan savdo majmualarining birida yong'in sodir bo'lgani to'g'risida xabar 112 tizimi orqali favqulodda vaziyatlar byurosiga soat 05:15 da kelib tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari soat 05:18 da hodisa joyiga yetib borib, yong'in soat 05:50 da qurshab olingan va 06:24 da bartaraf etilgan. Yong'inda savdo majmuasining 200 kvadrat metr maydoni, ichki qismi hamda mahsulotlari yongan. Yong'inni bartaraf etishda 6 ta asosiy turdagi hamda bitta maxsus turdagi texnika jalb etilgan. Navoiy viloyatining hokimligi matbuot xizmatining bildirilishicha, hodisa oqibatida jabrlanganlar va halok bo'lganlar yo'q. 1-may kuni Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi Texnopark hududida yong'in chiqqan edi. Hodisa oqibatida 2 kishi vafot etgan va yana 5 kishi fuqaro tan jarohati olgan hamda shifoxonaga yotqizilgan, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.